Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar. Sizlar bilan Aito O'zbekiston. Bugungi videomizda yuqori texnologiyalar va hashamatni o'zida mujassam etgan Aito M9 avtomobili. Bu avtomobil nafaqat qudratli texnik xususiyatlarga, balki zamonaviy dizayni va maksimal qulaylikka ega bo'lgan katta oila uchun ideal tanlovdir. Videoni oxirigacha tomosha qiling va ushbu ajoyib avtomobilimizning barcha imkoniyatlari bilan yaqindan tanishing. Keling, endi salon qismi bilan tanishib chiqamiz. Bu avtomobil haqiqiy texnologik mo'jiza. Haydovchi oldida o'ta zamonaviy 3 ta katta ekran mavjud bo'lib, ularning barchasi Harmony OS 4K tizimida ishlaydi. Video ko'rish, smartfon ulash va hatto o'yin o'ynash imkoniyati mavjud. Rul yumshoq va premium material bilan qoplangan bo'lib, hamma funksiyalari ovozli yoki sensor orqali boshqariladi. Bu yerda sovutgich mavjud bo'lib, siz uzoq safarga chiqadigan bo'lsangiz, ichimliklaringizni bir haroratda mo'tadil ushlashda yordam beradi. Bu yerdagi har bir material yuqori sifatli ishlangan bo'lib, yog'och elementlar, sifatli natural nappa koja va albatta alyumin detallardan ishlangan. Aito M9 ning salonidagi RGB atmosferali yoritish tizimi sizga har xil kayfiyatni his qilish imkoniyatini beradi. Bu yerda 2080 kuchga ega Hove Sound'dan 25 ta dinamika tomchi kabi tiniq ohang baxsh etadi. Endi biz avtomobilning eng asosiy fishkasiga o'tamiz. Zero Gravity funksiyasi. Zero Gravity funksiyasi NASA tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, astronavtlarning bosim yuklanishini kamaytirish va organizmni bo'shantirish uchun ishlatiladi. U qanday ishlaydi? Maxsus ergonomik konstruksiya og'irlikni teng taqsimlab, umurtqa pog'onasini va bo'g'imlarga tushadigan bosimni kamaytiradi. O'rindiqning avtomatik boshqariladigan yotish burchagi va oyoq qo'ygichining ko'tarilishi tanani to'liq dam oldirishga moslashtiradi. Tanani ideal holatda ushlab turish, oyoqlar bir oz yuqoriga ko'tarilgan, bel mukammal holatda qo'llab-quvvatlanadi. Qon aylanishi yaxshilanadi va charchoq kamayadi. Bu yerda deep komfort hamda o'rindiqning massaj, yoritish, podogrev va ventilyatsiya funksiyalariga ega. Va bar ostki qismida haydovchi va yo'lovchi tomonidan shinam polka mavjud va 3 xil iforli aromatiztorlar bilan jihozlangan. Agar siz zamonaviy, qulay va qudratli gibrid SUV izlayotgan bo'lsangiz, Aito M9 aynan siz uchun. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.